Arzonidan so'ragan akalarimiz uchun yana bitta yangisi keldi. Mana 2 million so'mlik keys endi. Kecha 200 dollarlik chiqargandik, bugun 2 millionlik keys obzorini qilib beramiz. Xudo xolasa Counter Strike hozir videodan oldin sinab ko'rdim. Ishlashlari zo'r, xarakteristikalari 8 GB DDR4, E31225 protsessor, RX 574 GB hamda 120 GB lik SSD. Counter Strike 2 o'yinida sinovini o'tkazib ko'rdim. Bemalol o'ynasa bo'ladi. Endi qo'shimcha o'yinlarga kattaroq ob'yomli kerak bo'lsa, qo'shimcha to'lov bilan xohlasanglar SSD disk, xohlasanglar qattiq disk qo'yib beraveramiz. Uni alohida gaplashiladi. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaveringlar. Xohlovchilarga monitor, klaviatura, mishka, naushniklarni ham kelishtirib o'rnatib beramiz. Ya'ni full komplekt qilib ham olish imkoniyati bor. Mana hozir to'rgovchi rejimini hozir yoqyapman. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. To'rgovchi rejimini yoqdik. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Ishlashlari, kачество zo'r, grafika zo'r. Endi hozir bir qo'lda o'ynayapman, mishkani ishlatganim yo'qmi? Sizlarga ko'rsatish uchun qo'ydik buni. Mana qolganlarni o'yinini tomosha qilamiz hozir.